Birovlarim bormi qaraydigan-ey? Yetib shovqin joylar ekan-ey. Ha, soldat Shaymurodov, Xolmurodov. Nima qilyapsan? Komandir qanday zo'rmi? Ha, nima qilyapsan? O'tiribmiz 3 oydan beri janjal to'polon ko'ryapsiz urush bilan nemislar bilan kelishib bo'lmaydi ya. Ha, qiynalmayapsanmi urushda? Nima deganingiz bu? Bu qishloqning birinchi chepi bo'lganman men. Tavba qildim, qiynalib bu bachalar nima? Ha, bo'lmasa bitta avtomat beray chiqib urush. Unday demang, komandir, kalla ko'tarib ish. Yurak ko'tarmaydi uni. Bo'lmayman men shovqin ya. Bu bo'lmasa ishingni qil. Men qarchi-qarchigani kelganman. Ovqat qilaman sizlarga. Ovqat qilishim kerak-ku. 3 oydan beri oshxonadan chiqmayman. Menga shu qulay. Tavba qildim. Urush-purishdim deyapti. Kallangiz bormasin. Kimni qarangizlar, ovqatga kelsa kelib tushyapti mana. Ovqatga deyadi. Qarab sal himoya qilingizlar ya odamni. Tepkilaysiz.